Sud huquq-tartibot idoralari hamkorligida hududlarda aholi, xususan yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik, jinoyatchilikning oldini olish maqsadida targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Endigi lavhalarda shu haqida so'z boradi. Prezidentimizning 2025-yil 3-noyabrdagi aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narko jinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida giyohvandlik va uyushgan narko jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish orqali aholini, birinchi navbatda yoshlar salomatligini hamda millat genofondini samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni belgilash nazarda tutilgan. Navoiy viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati hamda jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudi sudyalar hamkorligida Navoiy yuridik texnikumi yoshlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ham ushbu me'yoriy hujjatlar ijrosiga va yoshlar va o'smirlar o'rtasida giyohvandlik vositalari hamda psixotrop moddalar iste'molining oldini olishga qaratildi. Davra suhbati davomida sudyalar tomonidan ayni vaqtda yoshlar o'rtasida uchrayotgan narko jinoyatlar va ularning salbiy holatlari misollar orqali tushuntirildi. Shuningdek, har bir qilmishga javobgarlik muqarrarligi qonunchilikda mavjudligi ta'kidlandi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, keyingi yillarda ushbu toifadagi sodir etilayotgan jinoyatlarning 22-25% yoshlar tomonidan sodir etilayotganligi achinarli, tashvishli holat sifatida e'tirof etib o'tildi. Ayniqsa keyingi paytlarda onlayn platformalar giyohvandlik vositalari hamda psixotrop moddalarni noqonuniy savdosi avj olayotganligi masalalariga to'xtalib o'tildi. Xususan, internet makonida giyohvandlik vositalari savdosiga ixtisoslashganki, so'nggi yillarda 52 ta axborot manbai aniqlangan. Ushbu uchrashuvda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari hamda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni qonunga xilof muomala qilish bilan bog'liq sodir etilayotgan jinoyat uchun jazo muqarrarligi, ushbu sodir etilayotgan jinoyatlar uchun qonunda qanday jazolar nazarda tutilganligi talabalarga tushuntirildi va mazkur holatlardan yoshlarimizni asrashimiz kerakligi, ularning salomatligi jamiyatimiz uchun zarur ekanligi ta'kidlab o'tildi. Davra suhbatida yoshlar va o'smirlar o'rtasida giyohvand moddalar iste'moli nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo uchun dolzarb muammo ekani, so'nggi yillarda respublikamizda giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq sodir etilgan jinoyatlar yoshlar tomonidan ham sodir etilganligi ishtirokchilarni yanada ogohlikka chorladi. Bugungi bo'lib o'tgan uchrashuv davomida biz o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bilib oldik. Hozirgi vaqtda ayniqsa yoshlar o'rtasida bo'layotgan jinoyatlar, ya'ni giyohvand moddalarni iste'mol qilish, ayniqsa ularni sotish hamda qanaqa oqibatlar kelib chiqishi, kelgusida hayotga qanday ta'sir qilishlari, qanday yomon illatlar keltirib chiqarishlari haqida misollar davomida tanishdik. Hamda bular bizning ota-onamizga hamda o'zimizning kelajagimizga yomon illatlari borligini ham aytib o'tishdilar va o'zimizga tegishli keraklicha xulosalar chiqarib oldik. Shuningdek, muloqotlarda yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Zaruriy profilaktik choralarni yanada kuchaytirish bo'yicha sudyalarning, pedagog o'qituvchilar hamda talabalarning takliflari tinglandi. Suhbatlar jarayonida giyohvandlikka qarshi kurashishga oid targ'ibot materiallari tarqatildi.